Assalamualaikum Şərq Türkistan qeyrindaşlar. Bosana bir gap qilsanglar, oldidagi kamera uzilib ketib qoldi. Naq maydon taqib qilishgan, qaytadan ochdim. Kirganlar bo'lsa men bu deb aytsanglar, bizning Amerikada hozir Virginiyada 9 ochdik, yashab ketdi. Shundaq bo'lsa-mu, bir necha ishlarni sizlarga o'rtoqlashaylar, yaxshi ishlar. Shundan keyin shunaq maydonni ijodini. Eğer anlayan bolsalar ovozimni angladim deb aytsanglar. Undaq bo'lsin. Rahmat. Esinglarda bormiki, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining yetakchiligida boshlangan Volkswagen Sharq Turkistonda ochilgan zavodiga qarta 8 oydan ortiq davomlashgan namoyish bo'lgan Volkswagen shirkatlarida 16 davlatda 30 necha o'rinda. Shundan uningki Volkswagen'ninki Sharq Turkistonga tekshirish avatgan bo'ldi, tekshirish o'makdan avatgan bo'ldi. Undan keyin natija kelgandan bir mazgul ochilmagan bo'ldi. Bu sabablarni Dilyar Musabayma deb o'tib ketgan bo'ldi. Keyingi biz bu ishdan voz kechmay davomliqlarda aloqamizni uzmagan bo'ldik va ishni og'ritgan bo'ldik. Bugun mana yaxshi natija oldik. Anglashlar qirg'anda Volkswagen Sharq Turkistonda ochgan shirkatini Sharq Turkistonda ichida bo'layotgan irqiy qirg'inchilik tufayli etadigan to'g'riliq qarorni bergandek bir xabarlar kelyapti. O'zlaridan shu ular Sharq Turkistonda ichida bo'layotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa ishlar tufaylidan jazolantirilishi tufaylidan u yerdagi zavodlarda ishlayotgan ishchilarningki shu forced labor yana mecburi emgakka taqilib qolayotgandek ishlari tufaylidan shu ansirashlar tufaylidan Sharq Turkistonning ichidagi Volkswagen shirkatlarini taqaydigan, u yerda savdo qilmaydigan bir qarorni bergandek xabar keldi. Mana shu Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining tirishchiligida oxiri Sharq Turkistonning ichida ochilgan chet el shirkatlari hisobda yana jazo lagerlariga tutishib qolgan ba'zan ishlarni Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi tunji qadamda to'xtatish oldida turyapti. Men shu xabarni sizlar uchun o'rtoqlashay deb bu live'ni bugun ochdim, naqmaydan tarqatishni. Ondan so'ng bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiniki qurish bosqichi asosan tugagan bo'ldi. Biz hozir to'g'ri betlarimizdagi hamma narsani to'liqlab, yaqinda ichish oldida turyapmiz. Undan keyin qilayotgan boshqa ishlarimiz orqali sizlarga yuz ko'rishimiz. Chunki bizning asrdan qilayotgan ishlarimiz nayib nurg'un, garchi sosyal medialarda davomli harakat turgan bo'lsak-mu, biz davomli yana Xitoyga qarshi turishni va Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishida biz bir qadamda to'xtab qolganimiz yo'q, bir minutda to'xtab qolganimiz yo'q. Mana bugun bu kelgan xabar shuni isbotladiki, ishni to'g'ri qilsa yoki to'g'ri qilsa yoki biz unumli qilmansiz qilib bo'ldi ekan, Volkswagenning dastlab turgan aytadiganiga tekshirish albatta avatib bo'lib to'xtab olgandan keyin biz bir xil aytmaydigan o'xshaydi, jumo bundan umid yo'q o'xshaydi, jumo degan, ammo lekin davomli yana tirishchiligimizni ko'rsatgan bu. Shuning natijasi chiqdi. Mana bugungi kunlikda inshaalloh yana davomli shunday natijasi bo'ladigan, unum bo'ladigan biz ba'zan proyektlarni, ba'zan qiladigan ishlarni planlab, uning ushaq-tushaq ishlarni planlab, oldingi bir planlarni tuzib chiqqan bo'ldik. Inshaalloh uzoq bo'lmagan bir vaqt ichida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Undan keyin biz hozir yana shu indigenous xalq masalasi kelgan vaqtida butunlay shu kategoriyadan chiqib ketish uchun o'zimiz davomli shu tirishchiliklarni ko'rsatib, munosabat o'rinlarga bizning indigenous xalq emasligimiz va bizning ziminimizning besilgan zimin ishkanligini, Uyg'ur va boshqa turk millatlarninki bir ulusal bir xalq ishkanligi, bundan Sharq Turkistonning egasi ishkanligi va bizning mustaqil bo'lish huquqimiz bo'lganligini. Agarda biz bu kategoriyaga kirib qolsak, bizning mustaqil bo'lish huquqimiz ilib tashlanganligi va bizning Sharq Turkiston mustaqilligi faqat Sharq Turkistonliklar uchun emas, butun dunyoning tinchligi uchun nihoyatda muhim ekanligini biz nurg'un isbotlar bilan va ularga o'zimizniki Xitoyga bo'lgan tanishimiz orqali Xitoyning kelgusida nima plani bor degandek shaklda ularga anglatgan bo'ldik, dokladlarni yozib, ham shularni avatib. Biz davomli bu ishlarni qilyapmiz. Shuningga keyingi vaqtlarda balkim inshaalloh boshqa yaxshi xabarlarni olib qolishimiz mumkin. Amdiki bizning yana keyingi bosqichlarda qiladigan ishimiz Sharq Turkistonliklarning, bo'libmi Uyg'urlarning Sharq Turkistonning ziminining egasi turib, yana asonlik millatlar kategoriyasiga kirib qolmasligi uchun yana davomli turda xalqimizning mushu shakldagi gaplarga, mushu shaklda ilib berilayotgan davo usuliga davomli diqqat qilishinglarni va Sharq Turkiston mustaqillik davosiga o'zinglarni ega chiqishinglarni so'raymiz. Chunki Uyg'urlar agarda Sharq Turkistondagi bir asonlik millat bo'lgan ahvolasida u vaqtda biz yanada mustaqil bo'la olmaymiz.
mustaqil bo'lish huquqimizdan voz kechgan bo'lamiz. Ammo shu tayfalasida agarda sizlar boshqa sirtqi siyosatda bo'lsin, boshqa chet elliklar bilan bog'lanishgani bo'lsin yoki davlatlarning rahbarlari bilan ko'rishganda amal bor biz minority, ya'ni biz oz sonliq degan gapni chiqarmasliginglarni davomli turda Sharq Turkistonliklar, biz Sharq Turkistonliklar yoki bo'lmasa Uyg'urlar deb turib bunday shaklda gap qilishlarni tavsiya qilamiz. Chunki oz sonliq deganning o'zi son jihatdan emas, siyosiy huquq jihatdan, har xil huquq jihatdan voz kechganlik bo'ladi. Ham shu besib olgan Jahongirlarninki, ya'ni Xitoydek bir davlatninki bir qismi ishkanligini o'zi e'tirof qilgan. Shuning uchun bu gap so'zlarga diqqat qilgan bo'lsanglar, shuningga mening bir necha shu masala ustida sizlarga deb qo'shig'im bor. Sharq Turkiston yoshlar qurultoyininki bosh kotib bo'lgan yoki tunji qatim hisobda o'zining bosh kotib bo'lganligi e'lon qilingandan sirt tunji qatim bu nimani bu şekilde bir videoni yana naq maydon tarqatishni ochgan bo'ldim, chunki xush xabar bo'lib qoldi. Bu xabarni olgandan keyin bir kech qondirishni xohlamadim, ham sizlar bilan bahramand bo'lishni, o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rib, garchi bizning bu yerda 9 ochgan bo'lsin, bu videoni ochdim, bu sinovni ochdim. Yanına deydiganim, agar harakatni to'g'ri qilsak, unumi bo'ladi ekan. Hozirgacha biz Sharq Turkistonning ichida biror shirkatning Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik tufayli etilgani hozircha anglab boqmagandik va unda xabarlarimiz kamgan. Demakki, xalq harakati hamda xalqning birlik qo'zg'alishi intayin muhim. Chunki shu vaqtda 18 o'xshamagan davlatda 30 necha rayonda to'xtamay 8 oy mustaq namoyish qilingandan keyin buningga ko'z tikkan ham buningga e'tibor berganlar bo'ldi. Shundan tekshirish qilingan bo'ldi, tekshirish natijasi chiqqan bo'ldi. Undan yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerda bir danglik bir markaniki ishlab chiqarilishi hamda shu bu ishlab chiqarilishiga Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning va boshqa turkiy millatlarning qul bo'lib ishlanganligi kirib ishlanganligidek bir haqiqat o'rtaga chiqib qolsa, Volkswagen'ninki tarixda burun o'tkazgan xatoligining yana ikkinchi qatim o'tkazilganligi agar dunyo saknisida hozirgi zamonda yana o'rtaga chiqsa, ular o'zlarininki manfaatiga va o'zining obro'yiga ta'sir etadiganligini bilib ketgachga bugungi kunlikda Sharq Turkistonda o'zining zavodini davomli ochilmaydigan to'g'ri qarorlarni berayotganligi o'rtaga chiqqan bo'ldi. Yana burungi Sharq Turkiston yoshlar qurultoyining birinchi katibi bo'lgan Dilyar Musaboyev va mushu faoliyatga davomli boshdan oxir ega bo'lgan Elshad Islom qo'llandiq Elshad Islomga rahmat aytaman. Ham mushu faoliyatni boshdan oxir to'xtamay hozirgacha hatto qilayotgan faoliyatlar qarindoshlarimiz bor. Mayli Sharq Turkiston yoshlar qurultoyining ichida bo'lsin yoki sirtida bo'lsin, shu qarindoshlarni chaqat atdinglar. 1 yil uda 8 oy uda shunday issiqni issiq, sovuqni sovuq demay sirtda Volkswagen'ning oldida vaqirab turib bunday faoliyatlarni qilmoq oson emas. Ham oson to'xtamadi vaqtimni ajratib hech qanday bir manfaatni o'ylamay o'zinglarning vaqtini ajratib shu natijalarni qozondinglar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Deydigan shu gapim, yana qarindoshlar boshqa gap so'zlaringlar bo'lsa, bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Bizning to'r betimiz yaqinda ochildi. Bizning to'r betimizni bir muvofiq shaklda, bir go'zal shaklda sizlarga ko'rsataylik deb biz jiddiy tayyorgarlik qilyapmiz. Yana deydiganim Sharq Turkiston yoshlar qurultoyi hozirgacha o'zining kuchiga tayanib kelyapti. Hech qanday yerdan iqtisod olgani yo'q. Men Sharq Turkiston yoshlar qurultoyidagi bolalar yoshlar hisobda o'zlarining 8 soatlik ishidan keyin uyning hojisidan chiqib bo'lgandan sirt yana vaqt chiqarib yana shu tashkilotni olib beryapti. Shuningga qarindoshlar yana sizlarning qo'llashinglarga muhtoj bo'lamiz. Qo'llashning o'zi amal va o'zinglarning davosiga o'zinglar ega chiqinglar. Xalq ega, xalq tarafdan, xalq uchun degan bu so'z hargiz kanallardan chiqatmasin. Har bironing ovozi qancha muhim o'zinglar bilasizlar. Bo'libmi shu bizningki indiz xalq kategoriyasiga kirib qolish masalasida har bir shu kategoriyaga kirmaymiz. Mushuni kirgizgan kishilar yoki tashkilotlar bizga vakillik qilolmaydi degan har bir imzoringlarning foydasi bo'lyapti. Hozir diqqat qilsanglar, hozir bizni indiz xalq deydiganlarmi yo'q, asosan tugidi. İnşallah bunun kim shunday bo'ldi. Undan keyin indigenous xalq forumlariga, mesela indigenous xalq forumlariga, mesela haq huquqini talab qiladigan yerlarga borganlarni to'xtadi. Demakki, bu jihatdami xalq harakati, xalqning o'zininki davosi ega chiqishining foydasi bo'ldi. Qanday bo'lmasin Sharq Turkiston mustaqillik davosiningki yo'nalishi oz-oz bo'lsa-mu to'g'ri yo'nalishga va to'g'ri nimaga kiryapti. Yo'lga mayli xalab tursin, xalab demisin, bizning zaten maqsadimiz hammamiz birlikda Sharq Turkiston mustaqilligi desak, o'xshash bu shu bir platformaga, shu bir taqdayga chiqsak,
mayli qandaqlı bo'layli, Sharq Turkiston manfaatini oldin o'rin qo'yib mang'alsa, shu besimni berarsak, ham tam o'sha Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishida oxiri mush natijaga erishalsak degan maqsad qilgan. Buning natijasi yaxshi chiqdi. Bu jarayonda Sharq Turkiston yoshlar qurultayininki birinchi raisi, oldingi raisimi Dilyar Musaboyeva nurg'un badallarni to'lagan bo'ldi. Ham a'zolarimiz nurg'un jafolarni tatgan bo'ldi. Ammo natijasi chiqqan bo'ldi. Biz yaxshi unumlarni ko'ryapmiz. Yana bir qatam Volkswagen faoliyatini qilgan, ham oxirigacha chiqqan Dilshod Islom o'rlashtirgan Dilshod Islom qiyinishimizga va Dilyar Musaboyeva qiyomatdan rahmatini aytman. Men shunga vasıl bo'lgan barliq shu faoliyatni boshdan oxir etmanga qiyinlashtirimiz rahmat. Biz davomli yana shunday unum bo'lgan faoliyatlarni o'rinlashtiramiz. Belki bunun natijasi qisqa vaqt ichida chiqmasi mumkin. Eng muhimi to'g'ri yerga ishiltish, ishimizni, vaqtimizni ham ajrimizni to'g'ri yerga ishiltish, yana davomlashtirish. To'g'ri bo'lishini davomlashtirganda bunun natijasi chiqadi. Hammalarga mening salomim. İnşallah yana ko'rishgacha omon bo'linglar.